Men Mamatov Alisher Shavkat o'g'li Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazining raqamli savodxonlik va innovatsion texnologiyalarni joriy etish boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Raqamli savodxonlik va innovatsion texnologiyalarni joriy etish boshqarmasi asosan ikkita bo'linmadan tashkil topgan bo'lib, birinchi bo'limimiz, ya'ni raqamli pedagogika va media ta'limni rivojlantirish bo'limi, shu jumladan ya'ni raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish bo'limidan tashkil topgan. Ushbu boshqarmaning asosiy vazifalari birinchi navbatda zamonaviy texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish, jumladan raqamli pedagogika yo'nalishida, ya'ni pedagog kadrlarni raqamli kompetensiyalarni uzluksiz rivojlantirib borish, media ta'limni rivojlantirish. Bugungi kunga kelib aynan boshqarmamiz tomonidan 4 ta ustuvor yo'nalish belgilab olingan. Birinchi asosiy ustuvor yo'nalishimiz bu ta'lim jarayonida yagona raqamli ta'lim ekotizimini joriy etish. Ikkinchi yo'nalishimiz bo'ladigan bo'lsa, bevosita raqamli ta'lim resurslari va interfaol resurslarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish. Uchinchi asosiy yo'nalishimiz bu, ya'ni raqamli savodxonlikni ta'lim ishtirokchilarida raqamli pedagogika, ya'ni raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishdan iborat. To'rtinchi yo'nalishimiz bo'ladigan bo'lsa, xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda, ya'ni yangi raqamli va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish bo'yicha me'yoriy huquq hujjatlarini ishlab chiqishdan iborat. Mening ismim Qobiljon Ismanov, markazning raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar va erishilgan natijalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bizning bo'lim ta'lim tizimida zamonaviy raqamli yechimlarni joriy etish, innovatsion platformalarni ishlab chiqish va pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni raqamlashtirish, ilg'or texnologiyalarni amaliyotga joriy etish va yagona raqamli ta'lim muhitini shakllantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, raqamli ta'lim resurslarini sifatiga qaratilgan mazmuniy, imloviy va texnik talablar ishlab chiqildi. Shuningdek, ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha konsepsiya loyihasi tayyorlandi. Amaliyotda esa ta'lim jarayonini raqamli muhitga integratsiya qilish doirasida yagona raqamli ta'lim resurslari va xizmatlari portali ishlab chiqildi. Bugungi kunga qadar uning tarkibida 23 ta quyi platforma yo'lga qo'yildi. Unda ta'limning barcha bosqich ishtirokchilari uchun mo'ljallangan 10 mingdan ortiq raqamli ta'lim resurslari joylashtirildi. Shuningdek, tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish maqsadida The Physics Every Virtual Laboratory platformasining o'zbek tilidagi talqini ishlab chiqildi. Mazkur platformada 183 ta laboratoriya mashg'uloti, 66 ta ta'lim o'yinlari hamda 360 dan ortiq topshiriqlar jamlangan bo'lib, ular o'quvchilarning amaliy bilimi va ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Metodik jihatdan esa bo'lim tomonidan hozirgi kunda 4 ta o'quv uslubiy qo'llanma ishlab chiqildi. Ilmiy faoliyat doirasida esa olingan natijalar asosida 17 ta ilmiy maqolalar mahalliy va xorijiy jurnallarda chop etildi. Pedagoglarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bo'lim tomonidan hozirgi kunda 20 ga yaqin seminar treninglar o'tkazildi. Unda 1000 dan ortiq pedagoglar qamrab olindi va shu pedagoglarning raqamli kompetensiyalari rivojlantirildi. Shuningdek, turli yosh toifalariga mo'ljallangan ta'limga oid interfaol o'yinlar platformasi ishlab chiqildi. Uning doirasida 20 ta turli shakldagi interfaol o'yinlar yaratildi va platformaga hozirgi kunda joylashtirildi. Raqamli pedagogika va media ta'limni rivojlantirish bo'limi tomonidan birinchi navbatda raqamli ta'lim resurslariga qo'yiladigan umumiy talablar ishlab chiqildi. Bu sohada yagona standart va huquqiy asos yaratilishiga xizmat qilmoqda. Yagona raqamli ta'lim resurslari portaliga 1-dan 7-sinflar uchun barcha fanlar bo'yicha 4000 dan ortiq raqamli resurs va video darslar joylashtirildi. Shuningdek, 7-sinf fizika, kimyo, biologiya fanlari bo'yicha 23 ta animatsion videorolik, 163 multimedia kontentidan iborat bo'lgan inklyuziv ta'lim talablari asosida yaratilgan birinchi interfaol raqamli darslik yaratildi. Ekologik savodxonlik platformasi uchun maqola, test va animatsion videoroliklar tayyorlandi. Shuningdek, Amir Temur, Bobur hayotiga bag'ishlangan ma'rifiy videoroliklar tayyorlandi. Pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish maqsadida sun'iy intellektni ta'limga joriy etish, 70 soatli malaka oshirish kursi, 22 ta mavzu, interfaol topshiriqlar va amaliy videolar bilan boyitildi. Bloom taksonomiyasi, media savodxonlik va disleksiya bo'yicha onlayn kurslar yaratildi. Maktab direktorlari uchun raqamli pedagogika amaliy qo'llanmasining birinchi qismi shakllantirildi.
o'quvchilarning 5-dan 9-sinflariga xavfsiz internet kursi va media savodxonlik video kursi hamda maktabgacha yoshdagilar uchun esa raqamli trenajyorlar va kreativ fikrlash uchun video trenajyorlar ham ishlab chiqildi. 5-6-sinflariga STEM yondashuv asosida tabiiy fanlar o'qitish bo'yicha uslubiy qo'llanma ishlab chiqildi. UNICEF bilan hamkorlikda ta'limda sun'iy intellektning milliy dasturi ishlab chiqildi. Hozirgi kunga kelib asosan boshqarmamiz tomonidan quyidagi ustuvor loyihalar amalga oshirilyapti. Birinchi asosiy loyihamiz, ya'ni virtual metadis loyihasini ishlab chiqish. Bu virtual metadis loyihamiz bevosita sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan holda barcha pedagoglar uchun o'zlariga kerakli bo'lgan materiallarni dars bo'yicha tayyorgarlik va ularga qo'shimcha istalgan joy va vaqtda metodik yordam berishni ta'minlovchi virtual yordamchini yaratishdan iboratdir. Bundan tashqari bugungi kunga kelib kasblar atlasi, o'zbek tilini o'qitish, shuningdek interfaol ta'lim kurslarini masofaviy shaklda elektron sertifikatlarni olish bo'yicha yangi platformalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Oldimizda qo'yilgan asosiy maqsadlarimiz, ya'ni ta'lim tizimiga yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ta'limda yagona raqamli ekotizimni joriy etish, barcha ta'lim ishtirokchilarining kasbiy rivojlanishi, jumladan raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, ta'lim jarayonida interfaol ta'lim resurslaridan mustaqil foydalanish ko'nikmasiga ega bo'ladigan zamonaviy kadrlarni tayyorlashdan iborat.